Nima bu Nodir aka? 8 oyoqni oyog'idan shashlaygan. Bo'lmasa gap to'g'ri. Qanaqadir yeyishadi, lekin unaqa qilish kerak emas. Har bitta davlatda o'zining yeydigan ovqati bor-da, yoqadigan ovqati. Hop, safarga chiqqanimizda, unda biz nima qilishimiz kerak yoki? Jigar. Hamma biladi, o'sha o'zbeklar bilib bo'ldi. Qo'y qadam olish kerak. Buni faqat bunaqa tushunkasi emas. Bundan tashqari tushunkasi bo'lardi-yu. Hozir bunaqa qarab mol go'shti, qo'y go'shti, bundan tashqari oshlari chiqqan, oshi ham bor. Mana. Ko'rasizmi? Safarga chiqqanda agar mana buni. Ey Arslan. Nima bo'ldi? Rostmadan videoga Yevorasizmi bitta? Yo'lni o'zi yashab. Mana, keyin safar o'shaning uchun olib poy qadam olib oling, poy qadam. hop, aka, men sasini qarang, jinni. Qanday chidashyapti? Mana shu nimadir 8 oyoq pishiradigan joyda kuchumi, kalami shuni nimadir pishirish. Yomon sasyapti. Voy, Lekin rostdan video uchun emas, haqiqatda shunaqa badbo'y hid kelyapti. Bolalar mazasi qochib qoldi. Good. Niho, good. Bu ham chidamayapti. Xullas shunaqa gaplar.